Qur'on o'qiysiz, ta'sirlanmaysiz. Namozda turasiz, hayolingiz har yoqda, qalbingiz g'ofil. Zikr qilasiz, qalbingiz halovat topmaydi. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh keladi. Yo'qmi shu narsa bizda? Nima uchun namozni nechinchi rakatda turganim esimdan chiqib qolyapti? Nimaga namozda turganda hayolim har yoqqa ketyapti so'ramaydi? Bor ekanmi bizda ham ozmi ko'pmi? Ana shu qilgan gunohlarimizni jazosi Allohga munojat qilishlik baxtidan Alloh taolo to'sib qo'yar ekan. Bu narsa sezilmas ekan. Jismonan sezmaymiz, lekin ko'zimizga qachon yosh keluvdi namozda turib? Qachon Alloh deb zikr aytgan paytimizda qalbimizga bir iliqlik kelgan edi? Bizning namozlarimiz yotib turishdan iborat narsa bo'lib qolmayaptimi? Mana shu bari qilgan gunohlarimizni kasofatidan keladi bizga. Mana shu iqob, jazo bo'ladi. Allohdan to'silib qolish.